Assalomu alaykum musofirda yurgan yurtdoshlar. Mana ko'p savollar bo'layotgandi. Aviakassalar qayerda? Mana metro Okrujnoye 10-liniya 1-выходni hozir ko'rsatib boramiz. Ko'rib borasizlar, xudo xolasa. Beshinchi etajga chiqasizlar. Hammaga assalomu alaykum. Mustafa aviakassasiga xush kelibsiz. Bizning manzilimiz Moskva shahri, metro Okrujnoye, 10-liniya, 1-выход. Bizning ish tartibimiz ertalabki soat 9 dan kechki vaqt 21:00 gacha. Kechki vaqt 21:00 dan ertalabki soat 9 gacha esa onlayn tarzda ishlaymiz. Bizga aloqaga chiqish uchun pastdagi raqamlar va Telegram hamda Instagramimizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizni kutib qolamiz. Tojikistonliklarga tanishib salom deb qo'ying, chiroyli. Xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, shu qoldirilgan nomerlarga murojaat qilsangiz, xudo xolasa qo'limizdan kelganicha xizmat beramiz. Mashinalarimiz uchta mashina xizmat qiladi. Assalomu alaykum qadrdonlar, hammanglarga yaxshi kayfiyat. Mana oxirgi odamimiz srochniy bilet oldi-ga. Ha, srochniy bilet. O'zi ham srochniy ham srochniysi. Force major bu yog'i. Aka Mustafa aviakassasini nima deysiz? Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Keyingizda ishonchli ekan olib. Srochniy. Qayerdansiz? Surxondaryo, Qashqadaryo. Sizlarning xizmatinglardaman. Bemalol murojaat qila olasizlar, xudo xolasa. Akam Toshkentga havo yo'llarida, Dreamline'da samolyotda oldi joylaridan cho'tki qilib berdim. Aka narx-navolari qalay? Cho'tka aka, normal. Zo'rmi? Xudo xolasa sizlarning xizmatinglardaman.